vrachga ko'rinishadi, lekin qo'shni davolaydi. Shunaqa narsa borki, ya'ni bemorlarimiz vrachga ko'ringandan keyin, vrachdan tavsiyalarni olib ketgandan keyin, masalan, men o'zimning ham amaliyotimda ko'p bo'ladi bu narsa. Kasal ko'ringandan keyin, bir haftadan keyin kontrolniy, ya'ni qayta ko'rik bo'ladi. Dorilarimni korreksiya qilish kerakmi yoki kerak emasmi? Shuni tekshiramiz. Ya'ni dorilarni bir hafta davomidagi ta'siridan keyin to'liq holatga erishiladi. Va bir haftadan keyin ko'rik bo'ladi deganimdan keyin bu endi uzoqda yashovchilar onlayn ham ko'rinishadi. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Bemor o'sha bir haftalik dorini ichib yurganlarida o'sha birinchi tanlangan dozirovkalarda, kombinatsiyada yaxshi his qila boshlaydi. Ya'ni harakatlari ochilib, yaxshi sezib boshlab, tremorlari kamaygandan keyin, ya'ni bu narsani atrofdagilar ham sezib boshlaydi. Ya'ni qarindosh urug'lar, qo'ni-qo'shnilar. Chunki Parkinsonni o'ziga xos, ya'ni gavda tuzilishi, o'ziga xos yurish turishi bo'ladi va bu narsa atrofdagilarga juda ham tez seziladi. Va ular so'rab boshlaydi, qanaqa bunaqa bo'ldingiz, qanaqa qilib yaxshi bo'ldingiz desa, endi aytiladi, mana shu dorini ichdim, mana shunaqa tartibda ichyapman deganda, ba'zi bir qo'shnilarimiz bor, meditsinani bitirgan eng aqlli nima deydi, qo'shnilar bo'ladi ular, diplomsiz mediklar. Ularning tavsiyasiga ko'ra, o'sha dorilarni biz endi 4 mahal yozamiz, ba'zan 5 mahal yozamiz. Juda katta dozada ichyapsiz ekan-ku buni. Bunaqa qilib ichilmaydi deydi yoki bo'lmasa, yo'q, dorilar faqat to'q qoringa, ya'ni ovqatdan keyin ichilishi kerak, bo'lmasa oshqozoningizda o'yvoradi deydi. Va nima bo'ladi? Bir hafta yaxshi yurgan odam ularni aytishi bo'yicha dorini ichib boshlaydi. Ya'ni riskga kamaytirishadi. Bir kunda 2 mahalga tushirib qo'yadi yoki bir kunda 1 mahalga tushirib qo'yadi yoki bo'lmasa ovqat yeb bo'lgandan keyin dorini ichib boshlashadi va yana o'sha eski holatiga qaytadi. Menga yana telefon qilishadi. Nima yaxshi bo'lmadik, boshida zo'r yurdik-da bir hafta, keyin buyog'i yana shunaqa bo'lib qoldik. Nimaga boshida zo'r yurib bunaqa bo'lib qoldik? Nimadir bo'ldimi? Dorini shu aytilganicha ichyapsanmi desam, indamay turishadi, keyin yo'q, shunchaga tushirdim. Yoki bo'lmasa, xo'p, och qoringa ichyapsizmi desam, yo'q, menga aytishdi, to'q qoringa ichar ekansan faqat ovqatdan keyin, bo'lmasa oshqozonni ishdan chiqarib olar ekan deb aytishadi. Degandan keyin endi nima deyishni bilmay qolaman. Nimaga ko'rindingiz unda bizga? Nimaga bizdan tavsiya oldingiz? Keyinchalik ham bo'lmasa qo'shningizga davolaning deb hazillashaman. Bu achinarli holat. Ya'ni kasallarda nima deydi? O'sha vrachdan endi o'zgarish sezdi, boshqa qildi yoki vrachning tavsiyasini shuncha ovora bo'lib uzoq joylardan keladi, viloyatlardan keladi, ya'ni qo'shni respublikalardan keladi-da kasallar. Shuncha vaqtini, pulini ovora qilishadi-da, lekin boshqa bir umuman mutaxassis bo'lgan, nomutaxassis odamlarning gapiga kirib, hammasini yana yo'qqa chiqarishadi. Bu narsa noto'g'ri. Shu sababli barcha shu bemorlarimga yoki umuman boshqa shu Parkinson bilan og'rigan bemorlarga faqatgina vrach tavsiyasidan, aynan yana Parkinson bilan shug'ullanadigan vrach tavsiyasidan tashqariga chiqmaslikni maslahat beraman.